Shahboz aka, sizni to'ydan oldin serjechka deb saqlanib qilgandim. Endi qanaqa saqlanib qiling? Bank deb saqlanib qil. Bank? Ha, har doim senga pul beraman-ku. O'zim boshqa nom topaman. Tajriba quyonchasi deb saqlanib qilgin. Tajriba quyonchasi? Ha, betuz-tuzli har xil ovqat bersa, yeyveraman, aralashib ketaman ham. Hali ovqatlarim yoqmay qoldimi? Uylab ko'r, lekin zo'r variant shu. Mani budilnik deb saqlanib qilgin. Budilnik? Ha, har ertalabdan o'zim uyg'otaman, tur hovlani supur, ko'chalarni supur. Ana, zerikkanda telefon qilib, asabiga tegib rohat oladiganim deb saqlanib qilgin. Ko'nglimga qaramaydiganim deb saqlanib chiqsamchi? Ko'nglimga qaramaydigan. Yo, ikkita so'z ekanda, bittalik bo'lsa zo'r chiqadi. Kichkina buni. Hayotim. Yo'q. Bo'ling. Nima? Bormasa bo'lmaydi, bo'ling. Bo'l, ketma. Nima gap, tinchlik o'zi. Ket. Ha, to'xta. Odamlar, kelib qoling, kilolab olib qoling. Aha, nima gap? Artel, Avalon, Shivaki mahsulotlarini ishonchdan kilolab olishingiz mumkin. Kilolar? Konditsionerlarning 1 kilosi 820 ming so'mdan. Oho! Mikroto'lqinli pechlarining kilosi 120 mingdan. 120 ming? Chang yutgichlarning kilosi 350 mingdan. Yo'q, Televizorlarning kilosi esa 550 mingdan. Nima qarab tursan, olmoshingga tiq buni. Orzularimni amalga oshiruvchi shahzodam, ko'ngli pok arslonim deb men saqlanib qil. Uzun-ku? Aka tushiring. Bo'ldi. Mani yo'q. Qamatini silay, yorini yig'isidan